maysalarning shitirlashi. Tuyoqlarning dukur-dukuri va kovak poyalarga urilgan cho'l shamolining esishi. Ajdodlarimiz shunday ovozlar qurshovida yashashgan. Ularni eshitib turib, turli xil musiqiy asboblarni o'ylab topgan holda, keyin o'zlari shu ovozlarni yaratishni o'rganib olishgan. Bunday cholg'u asboblari ixcham, yengil va ko'chmanchilar hayoti uchun qulay bo'lgan. Bu buyuk ko'chmanchilar sivilizatsiyasi tomonidan yaratilgan musiqiy asboblari haqidagi loyiha. Qadimgi Xorazm, So'g'diyona va Baxtriya yerlari qadim zamonlardan beri bu yerlarda turli sivilizatsiyalar paydo bo'lgan, gullab yashnagan va inqirozga yuz tutgan. Ularning har biri O'zbekiston madaniyati tarixida chuqur iz qoldirgan. Bugungi kunda O'zbekiston ko'plab xalqlarning aralashib ketgan boy madaniyati vorisi hisoblanadi. Bu rassomlik, amaliy san'at va albatta xalq musiqasida o'z aksini topgan. Qadimgi og'zaki musiqiy va she'riy ijodning shakllanishi xalq cholg'u asboblari rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. Bunga respublika hududida topilgan arxeologik topilmalar guvohlik beradi. Самая древняя находка музыкального инструмента на Средней Азии была найдена в Сурхандаре. Она называется сивизги. O'rta Osiyodagi eng qadimgi musiqa asbobi Surxondaryodan topilgan. U sibizg'a deb ataladi. Bu musiqa asbobi kichik o'lchamda yasalgan bo'lib, o'rtasida teshikcha bor. Bu havo chiqishi uchun. U miloddan avvalgi 13-mingyillik sanasi bilan qayd etilgan. Bu musiqa eramizdan oldin ham mavjud bo'lganligini bildiradi. Musiqa qachon paydo bo'lganini hech kim bilmaydi, chunki odam paydo bo'lgandan boshlab qush, hayvonlar kabi ovoz chiqarishga harakat qilgan. Ma'lumki, qadim zamonlardan beri musiqadan ko'p hollarda turli diniy marosimlarni o'tkazishda foydalanilgan. Olimlar arfa, ya'ni chertib chalinadigan katta musiqa asbobini qadimda hozirgi O'zbekiston hududida yashagan xalqlarning diniy marosimlarda ishlatilgan musiqa asboblari sirasiga kiritishadi. Uning suratlari ko'pincha Zardushtiylik diniga oid marhumlarning suyaklari saqlanadigan turli idishlarda uchraydi. Мы хорошенько посмотрим, на этих asvariях есть изображение. Agar biz bu idishlarga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, ularda arfa chalayotgan farishta suratini ko'ramiz. Ularda musiqa ham muhim rol o'ynagan. Chunki marhumni dafn etishayotganda musiqa chalishgan. Ularning falsafasiga ko'ra, narigi dunyoda insonning yaxshi va yomon amallarini taroziga tortish oldidan farishta uning ruhini tinchlantirar ekan. Успокаивает душу умершего человека. Qadimgi Afrosiyob shahri o'rnida, shuningdek Surxondaryo viloyati hududida olib borilgan qazuv ishlari natijasida topilgan topilmalar musiqa va musiqa asboblari muqaddas ma'no kasb etganidan dalolat beradi. O'zbekistonlik olimlar tomonidan qadimgi musiqachilar tasvirlangan bir nechta medallar topilgan. Mana bu kichkina haykalchalar ham diniy xarakterga ega bo'lgan. Bu haykalchalar juda kichkina bo'lib, ular qabrlar ichidan topilyapti. Aftidan musiqa asboblari bilan birga tasvirlangan musiqachilarni marhumni narigi dunyoga kuzatib borishi uchun yonma-yon qo'yishgan.
Terrakotadan yasalgan bunday haykalchalar Dalvarzintepa hamda Kampirtepa ko'hna shaharlari o'rnidan topilgan. Olimlar bu topilmalarni miloddan avvalgi 1-mingyillik boshlari sanasi bilan qayd etishgan. Mana shu haykalchalar tufayli biz bugun qachonlardir O'rta Osiyo hududlarida muomalada bo'lgan musiqa asboblari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Terrakotadan yasalgan medallarda ko'pincha ud, arfa va naylarni uchratish mumkin. А это полная фигура с очень хорошо Mana bu esa musiqa asbobi bilan birgalikda juda yaxshi saqlangan haykal. Mana shunga qarab biz ularning shaklini tasavvur qilishimiz mumkin. Ular turli shaklda, masalan, doira shaklida, nok, ya'ni biroz cho'zinchoq ko'rinishda, 4 torli, 3 torli ham bo'lishi mumkin. Aynan mana shu O'rta Osiyo ud musiqa asbobi juda ham muhim detal hisoblangan. Uning bo'g'zi kichkina bo'lib, bosh tomoni qayrilgan. именно лютни среднеазиатского происхождения. Это короткая шейка и загнутая головка. Ma'lumki, bu Yevropa musiqa asbobi, Yaqin Sharq, Kavkaz va O'rta Osiyo mamlakatlarida shunga o'xshash chertib chalinadigan torli musiqa asbobi ud nomi bilan mashhur. Ammo ud, gitara va shu kabi musiqa asboblarining ajdodi ekanligini hamma ham bilmasa kerak. Bundan tashqari, olimlarning ishonch bilan ta'kidlashicha, udni o'z navbatida arablar O'rta Osiyo xalqlaridan o'zlashtirib olgan. Arab manbalarida ud 7-asrlarda uchrashi haqida tilga olingan. Ud chalayotgan musiqachilarning terrakotadan yasalgan haykalchalari esa 1-3 asrlarga tegishlidir. Наши ученые, которые инструментами занимались, делают вот такой вывод, что, возможно, arabskiy ud. Musiqa asboblari bilan shug'ullanadigan olimlarimizning xulosalariga ko'ra, ehtimol arablar ud musiqa asbobini emas, balki uning shaklini o'zlashtirib olgan. Chunki biz uni lyutnya deb ataymiz. Bu uning shartli nomi. Chunki lyutnya atamasi al-ud so'zidan kelib chiqqan. Tamara Vizgosning fikricha, aynan bo'g'zi kichkina va bosh tomoni qayrilgan ushbu musiqa asbobi arablar tomonidan o'zlashtirib olingan. Keyin esa ular orqali G'arbiy Yevropaga borib qolgan. U yerda esa al-ud so'zini liaud deb talaffuz qila boshlashgan va shundan lyutnya atamasi kelib chiqqan. Попал через арабов, уже попал в Западную Европу. И вот там уже аль-уд стали говорить ля-уд. Отсюда лютня. Ud 3 qism, nok shaklidagi korpus, pardasiz qisqa band va bosh qismidan iborat. Ularning barchasi yog'ochlarning har xil turidan yasaladi. Деку пользуемся это из ели. Чинар тоже можно. Deka, ya'ni musiqa asbobi qornining qopqog'ini tayyorlashda qora qarag'ay yog'ochidan foydalanamiz. Chinor yog'ochidan ham foydalansa bo'ladi. Uning ayrim detallari chinor yog'ochidan qilinadi. Dastasi yong'oq, o'rik yog'ochlaridan yasaladi. Chunki ular qattiq, mustahkam bo'ladi. Korpus ham asosan tut yog'ochidan qilinadi. U yaxshi jaranglaydi. Твердые, крепкие они. Корпус тоже. Корпус иногда основной из тутовника. Она хорошо звучит. Musiqa asboblarini yasash Tohir Mirzayevga ota meros kasb. Torli, chertib chalinadigan, kamoncha bilan chalinadigan musiqa asboblarini yasash bilan uning otasi, bobosi va katta bobosi ham shug'ullangan. Shuning uchun ham bu inson yaxshi musiqa asbobi yasash ko'p vaqt va mashaqqatli mehnat talab qilishini juda yaxshi biladi. Uni to'g'ri quritilgan yog'ochdan yasashadi. Ba'zida bu jarayon uchun bir ustaning umri yetmaydi. Этот гриф почти 50 лет уже сохранялся. Потому что сушится так. Mana bu dastaning yasalganiga salkam 50 yil bo'lgan, chunki u uzoq vaqt quritilganligi sabab ham shu paytgacha saqlanib qolgan. 4-5 yil quritilganidan ham tayyorlasa bo'ladi, ammo u keyin egilib, qayrilib qoladi. Mening otam bu yog'ochlarni ancha avval yig'ib qo'ygan. Eski uyimiz yerto'lasida otamdan qolgan yog'och zaxiralari saqlanmoqda. O'zim ham hozir ularni to'playapman. O'g'lim shu kasbni o'rganyapti. Balki ishimni u davom ettirar. Мой сын, может, он тоже учится. Usta go'yoki yog'ochning quritilgan bo'lagiga jon ato etadi va u uzoq yillar xizmat qiladi. 100 yillar o'tsa-da musiqa asboblari O'zbekiston madaniyatida alohida joy egallab, hozirgacha yashashda davom etmoqda.
Musiqa, u bilan bir qatorda musiqa asboblari ham sharqda, shu jumladan hozirgi O'zbekiston hududida alohida o'rin tutgan. Musiqa madaniyati o'rta asrlar miniatyuralarida o'z ifodasini topgan. U haqida olimlar ilmiy asarlar yozgan, nafaqat san'at, balki aniq fanlar nuqtai nazaridan tadqiq qilishgan. Pirovardida sharq musiqasi klassik, ya'ni namuna bo'ladigan shaklga kelgan. Maqomi janri buning yorqin ifodasidir. Yüz bela oluşan bir vefamaya Kirsin eğer yüzüm olursan balaya Kirsin yüz bela oluşan bir vefamaya Maqom o'ziga xos janr. U cholg'u asboblari va vokal musiqasida ijro etiladigan asarlar siklini o'z ichiga oladi. Yaqin va o'rta sharq musiqa madaniyatida maqom barhayot ma'naviy meros hisoblanadi. U ko'plab xalqlarning badiiy madaniyatida saqlanib qolgan va boyitib borilmoqda. Bular arab maqomlari, Ozarbayjon mug'amlari, Uyg'ur muqamlari, O'zbek, tojik maqomlari va turk maqomlaridir. Ularning barchasi sharq maqomatini tashkil etadi. Bu sikl tarkibi, tuzilishi, musiqa qonunlari va o'ziga xos ijro uslubi bir-biriga yaqinligi bilan bog'liqdir. Профессиональная, так, классическая музыка сформировалась в первом, втором. Professional klassik musiqa 1-2 asrlarda shakllangan, ammo maqom so'zi bo'lmagan. Ammo bu klassik musiqa bo'lmagan degani emas, u bo'lgan. Maqom so'zini 9-asrda buyuk Abu Nosir al-Forobiy kiritgan. Maqom arab tilidan olingan bo'lib, uy, mavqe, joy ma'nolarini bildiradi. Ya'ni u o'zining ilmiy musiqiy asarlariga aynan mana shu ma'nolarni kiritgan. Demak, har bir tovush, har bir ohang, har bir kuy tuzilishi o'z o'rni va mavqeiga ega. Abu Ali ibn Sino va ibn Zayla uning izdoshlari bo'lishgan. Abu Ali ibn Sino musiqani hatto ruhiy xastalarga davolash vositasi sifatida eshitishni buyurgan. U musiqa orqali bemorlarning qalbini, asablarini tinchlantirgan va ular shifo topishgan. Душевно больным. Он успокаивал через музыку их душу, успокаивались, так сказать, нервы человека, и они выздоравливали. Maqom kuylarida inson kechinmalarining eng nozik ohanglari jamlangan. Maqomni xohlagancha tinglash mumkin, chunki har bir sadosi betakror va u bir vaqtning o'zida ham sehrlab qo'yadi, ham tinchlantiradi. Yirik siklik shakl sifatida bu janr 18-asrlarga kelib maqom shakliga kelgan. U 19-20-asrlarda hozirgi O'zbekiston hududida rivojlanishning yuksak cho'qqisiga chiqqan va 3 ta uslubiy an'analari. Buxoro shash maqomi 6 maqomdan iborat sikl. U tojikcha shash 6 so'zdan kelib chiqqan. Xorazm va Farg'ona Toshkent maqomlari kuyning o'ziga xos mavqei va ijrochilik yo'li bilan ajralib turadi. В те времена мақом был очень сложным по структуре. Он и сейчас в данном случае очень было много разразненных ладовых построений. O'sha paytlarda maqom tuzilishiga ko'ra juda murakkab bo'lgan va u hozir ham shunday. Unda juda ko'p ohang tuzilishi mavjud va bu ohang tuzilishining ketma-ketligi mutlaqo matematik uslubda, astronomiya kabi fanlar bilan bir qatorda o'rganilgan. Unga ham bir fan sifatida qaralgan. Biz maqom 2 bo'limdan iborat ekanligini bilamiz: musiqiy va vokal, mushilot va navo. Har bir bo'lim bir nechta qismlarga bo'linadi va ularning har birida 70 va undan ham ko'p musiqa, vokal asarlari mavjud. Masalan, agar biz turli kitoblarda yozilgan maqomlarni oladigan bo'lsak, ular turlicha berilgan. Ba'zilarida 300 ga yaqin musiqiy asar bo'lsa, boshqasida ular 500 ga yaqinni tashkil etadi. Ближе к 300 музыкальных произведений, есть что ближе к 500 музыкальных и вокальных произведений.
Ajoyib maqom san'ati 100 yillar davomida nafaqat O'zbekiston, balki ko'plab sharq mamlakatlarining mashhur shoir, faylasuf va musiqachilari iste'dodi, mehnati evaziga rivojlanib kelgan. Bunga UNESCO tomonidan O'rta Osiyo shash maqomi nomoddiy madaniy meros deb tan olinishi ham yorqin misol bo'la oladi. Maqomning klassik ansambli ikkita torli musiqa asbobidan iborat. Masalan, tanbur, rubob yoki tor. Kamoncha bilan chalinadigan asbobni g'ijjak deyishadi. Nay va albatta doira ham bo'ladi. Doira chambarak shaklidagi zarbli musiqa asbobi. Uning bir tomoni parda qobiq bilan qoplanadi. Uning ichki tomoniga aylanasi bo'ylab temir halqachalar qotirilgan. Ularning soni 40 tadan 100 tagacha bo'lishi mumkin. Pardaga ikki qo'lning barmoqlari va kaft bilan urish natijasida ovoz chiqadi. Doiraning o'rtasiga ursangiz past va jarangsiz bo'g'iq tovush, gardishi, ya'ni yon devoriga ursangiz baland va jarangdor tovush chiqaradi. Asosiy tovushga metall shokilalar jarangi ham qo'shiladi. Maqomning asosiy shakl va maromini aynan doira beradi. Eng zo'r musiqa cholg'usi insonning ovozi bu. Endi cholg'u so'zi bizga nima uchun kerak deyilsa, o'sha insonning ovozini aks etib berish uchun. Shuni chiqarish kerak. Degan ko'nglimdagi sozimni yo bunda chalib ko'rsatishim kerak. Usulli ritmni nazarga iladigan bo'lsak, mana ritm. Mana shu tomirni urishi zarbul qadim deyiladi. Bup bup urayotgan bo'lsa, silni dolya, kuchli dolya solinadi. Bup bap bup bap bup holi xating. Ana ko'rdingizmi? Ana shunda bizni tanimizga maqom kiradi. Qadimda doira maromini notaga yozib olish an'anasi bo'lmagan. Ilgari ustozlar doira chalish usulini og'zaki tarzda o'rgatishgan. Ya'ni alohida darslarda buni amaliy jihatdan ko'rsatib berishgan va bo'lajak doirachilar bu usullar yoddan ko'tarilmasligi uchun xotiraga muhrlab qo'yishgan. Doiraning qog'ozga tushirilgan dastlabki zarbi va vazn birligini Abu Nosir al-Forobiyning Kitob al-Musiqa al-Kabir musiqiy asarida uchratish mumkin. Bugun O'zbekistonda maqom san'atiga butun boshli muzey bag'ishlangan. U qadimiy Shahrisabz shahrida joylashgan. Shahrisabz buyuk Amir Temur tug'ilgan joy. Uning hukmronligi davrida mamlakatda me'morchilik, she'riyat va albatta musiqa san'ati keng rivojlangan, gullab yashnagan. Shaharda hozir ham musiqa asboblari yasashning qadimgi sirlarini biladigan ustalar yashaydi. Ulardan biri To'ychi Isoqov. Bu ham juda eng qadimiy muzika asboblaridan bo'lib, birinchi cho'ponlarda taraqqiy etgan. Ular mana osmonda uchadi g'ajir qushlar. Mana katta qushlar bo'ladi. Qanoti bu tomonga 1 metr. Ana shularni qanotini eng asosiy joyidan suyaklarni olishib, nay yasashgan. U nayning teshigi ko'p bo'lmagan, 4 ta bo'lgandir. Ustidan chalishgan suyagim qilib. Bu cho'pon nayi deyiladi. Endi nay nimalardan olinadi desa, g'arov qamishdan, g'arov nayi, mana bu g'arov nay. Keyin yog'ochdan, yog'och nay, misdan mis nay olinadi. Misdan ham qilinadi. Bu To'ychi Isoqovga ota meros kasb. Uning ajdodlari har doim u yoki bu jihatdan musiqaga aloqador bo'lishgan. To'ychi Isoqovning so'zlariga ko'ra, Shahrisabzda hatto Isoqovlar oilasi xalq ansambli ham faoliyat yuritgan ekan. Bugun 76 yashar usta do'mbira musiqa asbobi ustida ishlayapti. U shakli va ovoziga ko'ra qozoqlar do'mbirasiga o'xshaydi. Shuningdek, To'ychi Isoqov an'anaviy o'zbek dutorlarini ham yasaydi. Darvoqe, uning ham ikkita tori bor. Nomi ham shundan kelib chiqqan. Du 2, du tor 2 torli degani.
Bu o'yma dutor. Dutor o'yma, ha. O'zi o'yma dutor qilinmaydi. Hech hali ko'rmaganmiz o'yma dutor qilganlarini. Shundan kelib chiqib o'yma, mana bu qopqog'i tutdan. Dastasi chinardan olingan. Dizayn qismini ustani o'zi yondashadi. Men shu yerda menda dizayn bo'yicha mana ba'zi ustalar bu nima deydi? U meni mehnatim. Men shu mehr qo'yib bir chiroylisini shuni qilaman deb shuni qilib qo'yganman. Maqom muzeyining fondida, shuningdek ekspozitsiyalarida torla chertib chalinadigan mediator, ya'ni noxun hamda kamoncha bilan chalinadigan musiqa asboblarining eng zo'r namunalari o'rin olgan. Moddiy madaniyat yodgorliklari, tasviriy san'at asarlari, terrakotadan yasalgan haykalchalar, rang-barang miniatyuralar, hali 7-asrlardayoq butun boshli xalq cholg'u asboblari ansambli mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. Maqom muzeyi 2018-yilda 1-xalqaro maqom san'ati festivali doirasida ochilgan. Bu yerga mamlakatning boy musiqiy merosi haqida ma'lumot beradigan fotosuratlar, musiqa asboblari, nota yozuvlari qo'yilgan. Maqom muzeyida sovet va o'zbek bastakori akademik Yunus Rajabiyga alohida joy ajratilgan. U ko'p asrlar davomida xalq xotirasida saqlanib qolgan 1,5 mingdan ko'proq xalq qo'shiqlari va musiqa asboblarida ijro etiladigan asarlarni to'plab, ularni tizimlashtirgan. Yunus Rajabiyning o'zbek musiqasini saqlab qolish va rivojlantirishdagi xizmatlari beqiyos. Chunki 20-asrgacha O'zbekistonda nota yozuvlari bo'lmagan, kuy va qo'shiqlar og'izdan og'izga o'tib kelgan. 6 maqom deb ataluvchi maqomlarni nomladi. Buning uchun unga ko'p yillar kerak bo'lgan. U albatta buyuk bastakor bilan ishlagan. Viktor Uspensky ham jalb etilgan. Bu masalada unga yordami tegishi mumkin bo'lgan o'z hofiz va musiqachilarimiz ko'magidan ham foydalanilgan. Свои хафизы, музыканты, которые помогли ему в этом деле. 1948-yil o'zbek ijrochilik san'ati rivojlanishida muhim davr bo'lgan. Shu yili Toshkent davlat konservatoriyasi orkestr fakulteti tarkibida xalq cholg'u asboblari bo'limi ochiladi. 1949-yildan esa u mustaqil fakultet sifatida faoliyat yurita boshlaydi. Shu tarzda xalq cholg'u asboblari ijrochiligi tarixida birinchi marta sozandalarni professional tarzda tayyorlash va tarbiyalash boshlanadi. Bugun O'zbekiston davlat konservatoriyasida Milliy cholg'u ilmiy ishlab chiqarish tajriba laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda. Bu yerda xalq cholg'u asboblari qaytadan tiklanib, takomillashtirilmoqda. Основными задачами сотрудников лаборатории является это собирание и изучение тембровых качеств и акустических возможностей национальных музыкальных инструментов. Xodimlarning asosiy vazifasi milliy musiqa asboblarini yig'ish, ular chiqaradigan tovushning o'ziga xos sifatlari va akustik imkoniyatlarini o'rganish, shuningdek ularni ijrochilik amaliyotida zamon talablari asosida takomillashtirishdan iborat. Laboratoriya 3 ta tarkibiy qismdan tashkil topgan. Birinchi qismi ilmiy, ikkinchi qismi ustaxona. Bu yerda yangi konstruksiyalar va musiqa asboblarining barcha turlari yasaladi. Shuningdek, hozir biz turgan musiqa asboblari muzeyi. А также, где мы находимся, музей музыкальных инструментов. Bu ajoyib laboratoriya 1943-yildan beri faoliyat yuritib keladi. O'tgan davr mobaynida laboratoriya xodimlari tomonidan o'nlab xalq cholg'u asboblari modifikatsiya qilingan. Mutaxassislarning asosiy maqsadi o'zbek musiqa madaniyatining boy merosini kelajak avlodlarga yetkazish. Laboratoriya maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ham musiqa asboblari yasaydi. Mo'jazgina dutor, rubob, doira va g'ijjaklarda 5 yashar, hatto 3 yashar bolajonlar notalar bo'yicha musiqa chalishni o'rganishyapti. Aytishlaricha, musiqa har doim insoniyatning universal tili bo'lgan. Asrlar qa'ridan kelayotgan musiqa o'zida tushuntirib bo'lmaydigan tarzda kishining ma'naviy olamini boyitadigan yaratuvchanlik kuchini mujassam etgan. O'zbek xalqining an'anaviy maqom janrida o'z ifodasini topgan ruhlantiruvchi kuchi qadimgi musiqa asbobining har bir ohangida sharq donishmandligini o'zida mujassam etgan holda bugun o'z yo'lida davom etmoqda.